mahraji 5 yoki 2 va ularning darajalari qatnashsa hosil bo'ladi. Misol uchun qarab turing. 5 taqsim 7 o'nlik kasrga keladimi? Chekligiga. Chekligi bo'ladi. Bu cheklik haqida gaplashyapmiz. Cheksizga hali o'tganimiz yo'q. Tushunyapsizlar? Bu kelmaydi. Nimaga? Mahraji nima ekan? 7. Cheklikda mana ulari. Cheklik. Cheksizini endi o'tamiz ekan. To'g'rimi? Chekligi qachon bo'lar ekan? Faqat 5 va 2 lar kelsa, qarab turing. Bu yo'q. Kelishi uchun 1 taqsim 5 kelish kerak, 1 taqsim 2 kelish kerak, 1 taqsim 10 kelish kerak. Vaziyat tushunyapsizlarmi? Ikkalasi aralashib kelsa ham bo'ladi va bularning darajalari kelsa ham bo'laveradi. Tushuntira olyapmanmi? Asosida faqat 2 va 5 qatnashsagina va ularning darajalari qatnashsa, bular chekli davriy o'nlik kasrga keladi. Tushuntira olyapmanmi? 125 bo'lsa ham bo'ladi, 1 taqsim 250 bo'lsa bo'ladimi? Nima deb o'ylaysizlar? Chunki bu 125 da ikkitasi. Tushuntira oldimmi? Ana hammasini bo'lib chiqamiz. O'nlik kasrga o'tish uchun bo'lib topish kerak. 1 ni bo'lamiz nechiga? 5 ga. 0 butun deymiz, bitta 0 beramiz. 10 ni ichida 5 talikdan 2 ta bor, 10 ayirsak 0. Demak javobi 0.2 ekan. 0.2. Tushunyapsizmi? 1 ni 2 ga bo'lsa hamma biladi, 0.5. Qayerdan kelishini ko'rsatamiz. 1 bo'lamiz 2 ga 0 butun desak 0 beramizmi? 10 ni ichida 2 talikdan nechta bor? 5 ta bor, 10 bo'ladi, ayirsak 0. Demak 0.5 shu yerdan kelar ekan. 10 ga bo'lsak 0.1 deb yoza olasizlarmi? O'zi 10 dan 1. 0.10 1. Mana aytilishi bo'yicha 0.1, 0.1. 4 ni bo'lish yo'li. Ya'ni qarang, 1 taqsim 4 kelyaptimi? Bo'lib qilamiz ustun shaklida va 4 ga 0 beramizmi? Ichida nechta bor? 2 ta necha bo'ladi? 8. Ayirib yuborsak 2. Yana bitta 0 berishga haqqingiz bor doim. Doim bitta 0 berishga haqqingiz bor. Qachonki verguldan keyin son tushdimi, bitta 0 berishga doim haqqingiz bo'ladi, bir marta. Tushundingmi? 20 ni ichida 4 talikdan 5, 20 ayirsangiz 0. Demak javobi 0.25 yoki 0.25 deyishingiz mumkin. Hozirgi aytganinglardek 0.100 dan 25. Nimaga 100 dan deyapmiz buni? 100 da 2 ta 0 bor, to'g'rimi? Bu yerda ham 2 ta xona turibdi. Shuning uchun. Buni bo'lsangiz-chi. Bo'lasiz mana 1 da bo'lasiz nechiga? 25 ga. Bitta oson narsa o'rgataman endi, qarab turinglar. Doim ham buni bo'lib chiqish shart emas, bitta kalit beraman sizlarga. Kalit. Kalitni qarab turinglar. 2 kara 5 nechi? 10. 4 kara 25 nechi? 100. To'g'rimi? Xo'sh, 8 kara 125. 1000. To'g'rimi? 16 kara 625. Endi qo'rqmay aytaverasizlar, tushunib olinglar, chunki to'g'rimi? 10.000. Tushundingmi? Va bu kalit. Qarab turamiz. Qanday kalit domla? Sizga keladi, ertaga o'nlik kasrga o'tishingiz kerak bo'lib qoladi. 1 taqsim 2 ni o'nlik kasrga o'tishingiz kerak, to'g'rimi? Suratini ham mahrajini ham 5 ga ko'paytirsangiz, mahraj necha bo'ladi? 10 tepachi 5. 10 dan 5 degani 0.5 degani. To'g'rimi? 10 dan 5 yozilyapti. 4lik kelib qolyapti mana uni. Qarang. Shuni o'zini tuting, shu joyda ketdi mana. Necha ko'paytirasiz ekan 4 bo'lsa? 25 ga ko'paytirsangiz 100 bo'lar ekanmi? Tepaga 25 yozasiz ekanmi? 0.25 shu yerdan kelaveradi mana. Tushundinglarmi? Bu kalit. Osonroq o'tadi. 25 kichik. Mana yodlab olsangiz bo'ldi. 25 kelsa 4 ga ko'paytirasiz. Bir-biriga. 4 kelsa 25. 125 bilan 8 ham shunaqa. Tushundinglarmi? Deylik mana qarang. Sizga misol kelib qoldi, o'nlik kasrga o'tishingiz kerak. 8 dan 3 ni o'nlik kasrga o'tmoqchisiz, to'g'rimi? Necha ko'paytirasiz ekan? 8 kelsa? Yodlab olgansiz, 125 ko'paytirsam 1000 bo'ladi. 125 ni 3 tasi necha bo'ladi? 375. Demak bu 0.375 ekan deb olib qo'yasiz. Aslida bo'lsakchi, 3 ni 8 ga qarab turinglar. 0 berasiz, 0 butun deysiz. Buning ichida nechta bor? 3 ta bor, 24 bo'ladi. Ayiraman, 6 tushadi, 0 beraman. 68 talikdan nechta? 7 ta. 56 ayiraman, 4 tushadi, 0 beraman. Buning ichida 5 ta bor, 40 bo'ladi. Ayirsam 0. Demak, bu ekan. Shuncha narsani yozishingiz kerak. Bu osonroq chunki yodlab olsangiz. Qo'shish.
Eslab qo'yinglar. Qo'shishda ham, ayrishda ham bir dona qoida bor. Vergulni tagiga tushish kerak. Vergul. Tushundinglar menimcha? Yoki mana bu amalni qilsam yaxshi edi mana. To'g'risiga tushish kerak. Qisqasi ketdi. Yoki mana 3.26 qo'shilgan 0.1. Ustun shaklda bajarasizlar albatta cho'rnovokda 3.26 qilib turib mana 0.1 ketdi. 6 ga qo'shadigan son bormi? Yo'q, o'zi tushaveradi. 2 ga 1 3 3. To'g'ri ketyaptimi? 3.36. Tushundikmi? Qiynmas ekanmi? Oddiy ayirish bilan, qo'shish bilan bir xil, faqat siz qachonki vergul tagiga tushira olsangiz. Ayirishi ham xuddi shunday. Misol uchun 24.28 ayiramiz. Misol uchun 11.97. Nima qilish kerak? Yozish kerak, to'g'rimi? 24.28 11.97. Demak, 8 dan 7 ni ayirsak 1, 12 dan 9 ketsa 3, 3 dan 1 ketsa 2, 2 dan 1 ketsa 1. Yana vergul e'tibor beryapsizlar, to'g'risiga tushadi. 12.31 chiqaradi. Tushundikmi? Qiyin joyi yo'qmi? Oddiy ayirish, qo'shish. Ketdi. Shu joyda bitta narsani ham qo'llab ketayin, yozmabman bu joyga taqqoslash. Taqqoslayotganimizda deylik, mana qarab turinglar. 0.25 kattami? 0.099 kattami? Bunda 99 turibdi-ku. Bu battar kichrayib ketgan nima? Bu 100 dan, to'g'rimi? Ya 1000 dan. Bu 100 dan. Shuning uchun bu yoq katta bo'ladi. Shunda xushyor bo'linglar, xo'pmi? Ana xona birliklari bo'yicha taqqoslanadi. Ya'ni 0 teng 2 0 dan katta. Tushundimi hamma? Qiyin joyi yo'qmi endi? Xona birliklari bo'yicha ushlaysiz, taqqoslaysiz. E'tiborda shunda hech qachon adashmaysiz. Kelishdikmi? Ha, 99 katta deb qo'ysangiz, unda tamom, songa qarasanglar. Xona birligi bo'yicha taqqoslashimiz majburiy. Tushunarliga? Bunaqa menga o'xshab sodda bermaydi, ular bundan ham battar chalg'itishi mumkin. Kelishdikmi? Mana bunday chalg'itishadi, qarab turinglar. 0.48 beradi-da, qarab turinglar. 0.48, mayda misol uchun 40 ham bo'lsa, 48, to'g'rimi? Bilan yakunlab qo'yish ham mumkin. Qaysi bir katta? Tepadagichi. Mana bunda 0 ga to'ldirasiz xona birliklari bo'yicha mana. 1, 2, 3, 4, 5, 6 va oxirgisida bu yoq kattaligini ayiramiz. Xona birliklari bo'yicha hammasini taqqoslab beradi. Ketdi, bu ham ketdi, teng ekan, bu ham teng ekan, bu ham teng ekan va oxirida yo'q edi aslida. 4 oshiqchami? Bunda 0 bor deb o'ylaysiz. Shunda bu yoq katta bo'lib ko'rinadi. Tepa katta bo'ldi. Tushundinglarmi? Xona birliklari hammasida teng, oxiridagi xonada bu 4, bu 0. Shunaqa qilib chalg'itadi. Kelishdikmi? Tushunarli bo'ldimi hammaga? Oxirgacha shoshmasdan qarashingiz shart. Shunday qarab turib, bir xil ketyaptimi? Teng deganda olib qo'ysangiz, shu bilan bitta ball pishdi. Shundiga shunaqa hushyor bo'lishimiz kerak bo'ladi. Misol uchun 0.24 ni ko'paytiramiz 10 ga. Nima bo'ladi? Vergulni ushlaysiz, tortasiz, bir xona 10 ga surib qo'yib qo'yasiz. Nimaga bir xona surdim? Bitta 0 borligi uchun. 0 bitta. Agar 0 3 ta bo'lsa-chi? 3 xona suramiz. 2 ko'paytirilgan 1000. Bu nima bo'ladi? Suramiz. 0 3 ta 0 bor. Bitta 0 bizga bitta surib beradi, ya'ni 12 bo'ladi. 12 ni 100 ga ko'paytirsangiz nima qilardingiz? 100 ga ko'paytirsak? Ha, nollarda bu ko'p qo'yapsiz qisqasi. Yetib borda hammaga. Agar o'ziga yetsa o'ziga, bo'lmasa oshiqchasini bu tomonga olib o'tib qo'yasiz. Kelishdikmi? Xuddi shu joyda bo'lishini ham bir yo'la berib ketaman. E'tibor berib turamiz. 0 mana shu 24 ni endi 10 ga bo'lish kerak bo'lib qolsa-chi? Yana bitta 0. Mana vergulni olasiz, endi olib chapga surasiz. To'g'rimi? Mana bu joyga tushib qoldi, 24 bo'ldi.
Xalqaroda mana shuni eslab qo'yinglar, mana shu yerga nuqta qo'yib turib, mana shunga javob bersa bo'ladi SAT'da. Zo'rda bu. Chalg'iysiz. SAT'da shunaqa joyi bor. Endi bu xalqaroda. Lekin biz O'zbekistonda mana bu yerda 0 butun bo'ladi. Bu ham xato emas. Unda ham, bunda ham. Tushundimi hamma? Demak, bitta 0 tushib qolganini hamma tushundimi? U qayerdan keldi? Mana bu 0 bir xona berdi hisob yoki bir xona surdi. Bo'lish tushunarlimi? Ha, yo'q, umuman yo'q, mashg'ulotda beradi. Ertaga imtihoninglarda, DTMda. Kelishdikmi? Bunisiga o'tdik. Misol uchun, yana qo'shimcha kattarog'iga bo'lishimiz kerak bo'lsa, 25 butun 17 ni bo'lish kerak 100 ga. 0.25 keyin 17. Shart. Kelishdikmi? Ikki xona nima qildim virgulni? Chapga surdim. Esinglarda bo'lsa, o'sha mana shu bo'lishlar tushuntirayotgan vaqtda 10lik kasrda deganman, 10 qo'linglarga ko'paytirishni, chap qo'linglarga bo'lishni chizinglar dedim. Bir, to'g'rimi? Esinglardami? Shu mana o'sha. Bo'lganda demak chapga, ko'paytirganda 10 ga surishingiz kerak bo'ladi. 10 ga. Kelishdikmi? Endi 10 emas, oddiy sonlar bo'lsa-chi. Deylik, qarab turing. 5.7 ni 3 ga ko'paytirishimiz kerak. Virguliga ahamiyat bermaysiz. Shunchaki 3 ni 57 ga ko'paytiraman. 50 ni 3 tasi 150, unga 21 ni qo'shsak 171, to'g'rimi? Virguldan keyin nechta son turibdi? Bitta raqam, to'g'rimi? Bitta qo'yamiz. Ya'ni virguldan keyin bitta qolishi kerak. Qiymas ekan? Yaxshi variant, qarab turamiz. 3.24 ko'paytirilgan 1.1. To'g'rimi? 11 ga ko'paytirishimiz kerak 324 ni deb o'ylayman. 11 ga ko'paytirishning yana bitta usulini o'rgatdim sizlarga. Ikkita chekkaga 0 yozasiz. 374. 4 ga 0 ni qo'shsangiz 4, bu ikkalasini qo'shsangiz 6, bu ikkalasini qo'shsangiz 5, bu ikkalasini qo'shsangiz 3. 3564. Usulni o'rgandinglarmi? Yangi usul bu sizlarga menimcha. Ikkala chekkaga 0 qo'shib, har ikkitasini qo'shib ketasiz. Tushunarlimi? 11 ga ko'paytirishni yana bitta usuli, kattaroq sonlarda. Ana endi virgulni nechta qo'yamiz degan joyga keladi. Bunda ikkita, bunda bitta, jami nechta? 3 tadan keyin qo'yasiz. Jamisi hisoblanaveradi ko'paytirishda. Jami hisoblanaveradi. Tushunarli bo'ldimi bu? Ha. Ko'paytirish tushunarlimi? Oddiy songa 10 ga, oddiy songa va 10liklarda. Rosa bilmasangiz mana bunday ko'paytirasiz. 324 ko'paytiramiz 11. 1 kara 4 4, ya'ni 324 tushami? Yana 324 tushami? Qo'shib qo'yamanmi? 4 tushadi, 6 tushadi, 5 tushadi, 3 tushadi. Olib kelasiz, yozasiz, virgul surib qo'yasiz. Tushundikmi? Oddiy ustun shaklda ko'paytirib, keyin virgul suramiz. Kelishdikmi? Ana endi nimasi? Bo'lish. Bo'lishni mana bitta qismi tugadi. Endi oddiy songa bo'lish, qarab turing. 5.10 ni bo'lishimiz kerak 3 ga. Oddiy o'ylayveraman, 51 ni 3 ga bo'laman. 17. Virgulga qarayman. Virgul bo'linuvchida bo'lsa, bunga qo'ya olaman. Virgul bo'luvchida bo'lsa, virgul bizga surib beradi naborot. Mana misol uchun qarab turinglar. Xuddi shuni 51 ni 0.3 ga bo'lgan vaqtimda edi. 51 ni 3 ga beraman 17, lekin bunda bo'lganligi uchun 0 beraman. Bu tushunsa qo'ymaysiz, oshiqcha. Ya'ni bu nima degani? 51 mingning ichida 300 so'mlikdan degani. 170 ta bo'lib ketib qoladi. Qarang, virgul. Bunisida bo'lsa oshiqchasi 0, ya'ni orttirib beradi. Bunda bo'lsa kamaytirib beradi. O'zi tomoniga yuradi deylar. Mana chapga surilar ekan, bunda o'ngga surilar ekan. Ikkalasida ham kesachi, deylik, qarab turinglar. Misol uchun 155 ni mayda virguli bor. Bo'lishimiz kerak 0.5 ga. 155 ni 5 ga bo'laverasiz. Necha chiqadi? 31 mi? Endi virgul qarang, bunda ham bitta, bunda ham bitta, ikkalasi yishib ketadi, 31 chiqaveradi. Tushundinglar? Agar oshiqcha bo'lsa-chi, deylik mana misol uchun 27.3 ni bo'lishimiz kerak 0.03 ga. Deylik, shunday. To'g'rimi? Qarab turing. 273 ni 3 ga bo'lsak 91 mi?
Bunda bitta, bunda ikkita. Qaysi birida oshiqcha, bunda oshiqchami? 0 beraman. Bunda oshiqcha bo'lsa, Bu yoqqa surilardi. Agar xuddi shu quyidagicha bo'lsa, deylik, yana bitta misol ko'ramiz. Deylik 9,027 ni bo'lishimiz kerak ekan 0,3 ga. Bu holatda 9027 ni 3 ga bo'laveramiz. Demak, 3009 chiqadimi? 3009 javob chiqadi. Bunda bitta, bunda ikkita bo'lgani uchun ikkitadan keyin virgul qo'yaman. Bunda jami 3 ta, bunda bitta, ikkalasidan bittasi yishib ketadi-da yoki ayrilib ketadi ismi. Demak, ikkitadan keyin qo'yishim kerak bo'ladi. Tushundingmi? Oddiy bilmasangiz usul shaklida bo'lasiz. Men hozir misol uchun bo'linadigan, shu ko'rsa bo'ladiganlarni olyapman. Ertaga aynan usul shaklida bo'lib chiqishingiz kerak bo'ladi. Uni virgulni tashlab olib, bo'lib olib, javobini yozib olib, keyin hal qilsangiz bo'laveradi. Mana shu usul o'nli kasrlarga bo'lishdagi eng oson usul hisoblanadi. Men uchun shaxsan. Tushunyapsizlarmi? Boshqa joyda birorta videoda ko'radigan yoki darslikda ko'radigan bo'lsanglar, darslikda ham mana bu sonni butungacha to'ldirib olib, bu yoqqa nollar qo'shib olib deyilgan. Oldin o'qiganlar bo'lsa, xuddi shunday o'rgatilgan. Va u usul ham ishlaydi, lekin ozgina miyani qiynab qo'yadi. Bu bilan bir xilda nima qilyapmiz? Virgulda keyin sonlar olib qo'yapmiz. Bunda ozgina bir-biri bilan yeyishtirib qo'yapmiz. Kelishdikmi? Ketdi. Xo'p, boshladik. Cheksiz davriy o'nli kasr qachon paydo bo'ladi? 5 va 2 dan boshqasi har qanday kelsa paydo bo'ladi. Cheksizi paydo bo'ladi. Davriysi qachon paydo bo'ladi degan savol ham keladi. Tushunyapsizlar? Davriysi eslab qolinglar, 3 kelsa paydo bo'ladi. 3 ni darajasi to'g'rirog'i, ya'ni 9 dan paydo bo'ladi. Tushunarlimi? Darajalar, 3 ta darajalar qatorasida. Deylik, misol 11 bo'lsa ham paydo qila olish mumkin. 11 bo'lsa ham. Nimaga? Chunki 11 ni 9 ga ko'paytirsangiz necha bo'ladi? Nima deb o'ylaysizlar? 99 qilsa bo'ladi. Yokida mana shu 999 ga kelsa ham paydo bo'la oladi. Cheksiz davriy o'nli kasr. Eslab qoldinglarmi? Bu sizlarga nimaga yordam beradi? Ertaga bo'lib yurmaysiz, buni eslab qolsangiz. Misol beradi, bir nechta cheksiz davriy o'nli kasrlarni ajrat deydi. Sof davriy o'nli kasrlarni ajrat deydi. Shundan aniqlay olasiz. O'tadimi deydi, savol beradi. Siz ha yoki yo'q yokida o'tadiganlarini tanla deydi. Ajratib yoza olishingizga yordam beradi bular. Kelishdikmi? 27 bo'lsa ham bo'ladi. Demak, uni darajasimi? Undan keyingi. Endi buni tushundik, o'tishini tushundinglar. Endi o'zi haqida gaplashaylik. 3 ni 1 ga bo'lsak nima bo'ladi? 0 butun deymanmi? 10, 10 ichida 3 talikdan 3 ta bor, 3 kere 3, 9, ayirsam 1. Bitta 0 berishga haqqim bor ekan. Bunun ichida yana 3 ta bor, yana 9, ayirsam 1. Yana 0 berishga haqqim bor, 3 bahor. Demak, o'sha 1 taqsim 3 degani bu 0,3 ketar ekan-a? 1 taqsim 9 chi nima bo'lar ekan? Qani ko'ramiz. 1 taqsim 9 bo'lamiz. 0 butun desam 10 bo'ladi. Buning ichida nechta bor? Bitta bor. 9 ayirsam 1, yana 1, yana ketdi. To'g'rimi? 1 taqsim 9 bu nima ekan? 0 butun 1 ketar ekan. Tushunyaptimi hamma? Yana bo'lishi mumkin qandaylari bor? Mana misol uchun bo'lishi mumkin 0,27 bo'lib ketishi mumkin. Bir xil son takrorlanadi. Shuning uchun cheksiz ketib qoladi. Shuning uchun qarang. Cheksizligini bildik. Davriyligini ham bilyapmiz, to'g'rimi? Va qanaqa kasr? O'nli kasr. Shunday nomlangan. Yetib bordimi hammaga? Shuning uchun shunday nomlangan. Mana shu uchala yozganim ham sof cheksiz davriy o'nli kasr hisoblanadi. Mana shu yerdan o'qiladi. Sof cheksiz davriy o'nli kasr deb o'qiladi. Nimaga bular sof? Sof deyilishiga sabab virguldan keyinla davr boshlanadi. Demak, virguldan keyinla nima boshlanар ekan? Davr boshlanар ekan. Vaziyat tushundimi hamma? Virguldan keyinla davr boshlansa, bu qanaqa kasr ekan? Sof bo'lar ekan. Endi boshqachasi qana bo'ladi degan savol tug'ilishi mumkin albatta. U qaysi bir albatta? Aralashi eslab qolinglar, virguldan keyin bitta o'rtaga son tushib qoladi, aralashib. Xullas kalom quyidagicha mana. Misol uchun 1,24 keyin 6 boshlanib ketishi mumkin. Nimaga aynan 1 butun oldim? 0 butun emas, mana shu joyda 8 butun bo'lsa ham bo'laveradi. Butunga ahamiyatsiz, butunga qaramaysizlar. Virguldan keyingi holatga qaraladi. Virguldan keyin necha tushib qoldi hozir? 24 tushib qoldi. To'rtdan keyin davr boshlandimi? Ha, sondan keyin boshlandi-da, qisqasi. Asha butuniga qaramang deyapman shuning uchun.
Tushundikmi? Aynan 0 butun. Buni quyidagicha yozish ham mumkin. Mana 8 plus 0 butun 27 27 qilib yozish ham mumkin. Tushunarlimi? Mana 8 butun oshiqcha narsa xolos oddiy. Kelsa ham adashib ketib qolmanglar deb yozdim xolos. Tushundingizmi? Bu bilan farqi borligini joyi, qarang, bunda 24 dan keyin davr boshlanyapti. 6 6 6 6 ketyapti. Tushundingizmi? Bunda shunda boshlanyapti 27 bo'lib. Endi qaranglar, bular xuddi shunday yoziladimi? Yo'q, bularda qisqacha yozuvi ham bor. Ya'ni mana bunisi 0 butun qausga davrini yozasiz. Tushundikmi? Teng 0 butun qausda 1. Mana shu yozuv, bu yozuv bitta narsa. Hamma tushundimi? Ketdi. Bu yerda 8 butun davrda 27. Tushunyapsizmi? Ha. Bunisi nima bo'lar ekan? 1 butun 24 i davrda 6 paydo bo'ladi. Tushunarli bo'ldimi? Endi biz oddiy kasrdan davriy kasrga o'tishni bilib oldik. Davriydan oddiyga o'tishni o'rganishimiz kerak. Mana. Davrda 3 bildik. Keyingisi 0 butun davrda 1 bor ekan. 8 butun davrda 27 va aralashi 1 butun 24 davrda 6. Yana bitta qo'shimcha yozib qo'yaman. Misol uchun 0 butun 1 davrda 23. Tushundingizmi? Shu misollarni hozir tushuntiraman. Shunda barcha holat menimcha hal bo'ladi. Qaranglar. Davr ichida nechta raqam bo'lsa, mahrajga shuncha 9 qo'yasizlar. Davr ichidagi sonni suratga yozasizlar. Tushunmadim. Davr ichida nechta raqam bo'lsa, shuncha 9 mahrajga yozamiz. Davr ichidagi sonni suratga yozamiz. Tushunmadim. Voy, nima uchun? Siz avval bu yerga qarang. Ha, 9 qayerdan keldi savol bering. Shuncha 9 qo'yasiz, tamom. Kelishdikmi? Qoida bu. Hammasiga. Yetib bordimi? Qisqartirib tashlasangiz 1/3. Mana. O'ziga keldimi? Bunisida ham. Bitta raqam bor ekan, shuncha bitta 9 tepaga 1. O'zimi? Ketdi. Endi shunda pastda 99. Ha, buni 8 butun 99 bo'ladi, tepaga 27 yoziladi. Ikkita raqam bo'lganligi uchun. Ikkita 9 tepaga o'zi yozilaveradi. Tushundinglarmi? Faqat qisqaradigan bo'lsa qisqartirib qo'yish kerak. 8 butun ikkalasi 9 ga qisqaradi. 11 dan nechi? 3. Yana bitta shunga oid misol beraman, qarab turamiz hamma. 0 butun 333. Pastda 999, 333. Ha. 1/3. 333 ga qisqartirdim. Ha? Qaysi biri to'g'ri turibdi deb beradi. Bunisi to'g'ri turgan bo'ladi. Baribir-da, buni davom etkizib ko'ring, 333 degani o'sha. Anglashinglar uchun berdim xolos. Shunaqa savol ham keladi. Tushundikmi? Mana shu uchalasi aynan teng bir-biriga. Taqqosladi esa. Tushuntira oldimmi? Hammasida nima boshlanadi? 3 boshlanadi. Endi buni aytib beringlarchi. 7 butun davrda 24. 7 butun 99 dan 24. Hamma tushundi? Qisqartirish kerak, qisqartirib qo'yilaveradi. Sof davriy kasrdan oddiy kasrga o'tish. Sof cheksizdan nimaga o'tish? Oddiy kasrga o'tish. Hamma tushundimi? Endi qarab turinglar. Aralashda necha joyi bor, yaxshilab e'tibor berishinglar kerak. Bir butun turib turaveradi, ahamiyatsiz, oldinda turadigan narsa u. Qarang, davr ichida nechta raqam qo'yasizlar? Beta 9 qo'yasizlar. Davr va virgul orasida nechta raqam bor? 2 ta 0 berasizlar. Qoidani tushundinglarmi endi? Davr va virgul orasidagi raqamlar uchun 0 beramiz. Ha, tepaga yozayotganda mana bu virguldan keyingi hammasini yozib olasiz. 246 ni butunga aralashmaysizlar. Yozib olasiz. Ayru belgisini qo'yasiz. Oraga tushib qolgan sonni ayirib tashlashingiz kerak. Qaytaraman. Mana shu joyi jitti nima joyi bor? Qarab turinglar. Davr ichidagi uchun bitta 9, davr tashqarisidagi uchun ikkita 0 berdim va umumiydan oradagi son ayriladi. Qoidani qaranglar. Umumiydan nima ayrilar ekan? Oradagi son. Son ayriladi. Yetib bordimi hammaga?
Demak, soddalashtirib qo'yadigan bo'lsak, natijasi nima chiqadi? Mana bu tomonga yozyapman, tushunaverasizlar. 1,900 dan necha? 222 chiqadi. 2 ga bo'lib yuboramiz. Yokida bir yo'li 6 ga bo'lsa ham bo'ladi ikkalasini. 6 ga bo'lsak 150 mi? Buni 6 ga bo'lib yuborsak necha bo'ladi? 37. Tushundingmi? Tushunarli bo'ldi. Ana endi bunisini o'zimiz bajaraylikchi. 99 yozamiz, 0 yozamiz, 123 dan nechini ayiraman? 1 dan ayiraman, to'g'rimi? Natija 990 dan 122. Qisqaradigan joyini qisqartirib qo'yaman. Tushunarli bo'ldimi?